Uydagi oddiy masalliqlardan kamxarj shirinlik tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 400 gram un, 200 gram svichni, 1 dona tuxum va 100 gram smetana va qabartma kerak bo'ladi. Svichimizni qirg'ichdan o'tkazib, un oppoq holga keltiramiz va ustidan 1 dona tuxum, smetana, dro'ji va qabartmani solib, yaxshilab aralashtirib, xamir holatiga keltiramiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 1 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqangi kichkina shakl berib, ustini yoyib olamiz va ichiga xohishga qarab nachinka solamiz. Menda tvorog va iriska va shunaqangi holatda o'raymiz va qizigan duxovkaga 200 gradusga 40 minutga qo'yib pishirib olamiz va pishgandan so'ng xohishga qarab saxin va pudra ustiga tepib bezatib olamiz. Shirinligimiz tayyor.